Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Yaponiyada faoliyat ilib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Savut Mamat va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmadjon Litovlardan tashkillangan bir Uyg'ur hay'ati Yaponiya parlamentida yangi navbatlik hukumatning a'zolari bilan uchrashish ilib berib, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yaponiya Uyg'ur jamiyati bir yerga jam bo'lib muhokama yig'ini ochgan. Mazkur yig'inda Turg'unjon Alovuddin apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligi, Uyg'ur majburiy amgiki va Xitoyning chegara halqigan bostirish haqida tafsiliy doklad berib o'tgan. Va shundaqla Yaponiya hukumatining Sharq Turkiston da'vosini qo'llash va Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi xalqaro sahnalarda bo'lsin yoki Yaponiya davlati ichida bo'lsin, Uyg'urlar bilan bir safda turib kelganlik uchun Uyg'ur xalqi nomidan Yaponiya hukumati va Uyg'ur do'stlik guruhiga minnatdorligini bildirib, Yaponiya hukumatiga Uyg'ur majburiy amkini to'sish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Xitoyning chegara halqigan bostirishiga aktiv qarshi turish uchun maxsus talab xati sungan. Faoliyat oxirida Yaponiya parlamentining oldidan qurultay rahbarlari stansimizga yo'llagan videosida munolarni degan. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bugun Yaponiya parlamentiga kirib, parlament a'zolari bilan ko'rishdik va hukumat vakillari bilan ko'rishdik. Bir muhim bir yig'inimiz bo'ldi. Bu yig'inda ko'plagan talablarimizni o'tirib qo'ydik. Yaponiya hukumat vakilimi bu talablarimizni hozirgi yangi hukumatga yetkazganligini ifodalab bizga naytı yaxshi umidvor so'zlarni qildi. Bunun tafsilotini bizning sobiq raisimiz so'zlab berdi. Rahmat, raisimiz hep o'tgandekidek bizim Yaponiya ziyoratlarimizning muhim kun tartibidan birisi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rlashtirishi bilan bugun Yaponiya parlamentida Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi bilan naytı muhim bir yig'inimiz bo'ldi. Nurg'un parlament a'zolari bunga ishtirok qildi. Bu yerda raisimiz Turg'unjon Alovuddin efendi Xitoyning Sharq Turkistonda yapayotgan irqiy qirg'inchilikning hozirni davom qilayotganligini faktlar bilan, sonliq ma'lumotlar bilan bir ma'lumot bergan bo'ldi va shuning bilan birga Dunyo qurultiyi nomidan bir xat bu yerda topshirildi. Bunun da birisi bu mecburi emgak. Yaponiyaning Uyg'ur mecburi emgaki bilan ketishlik bo'lgan shirkatlar ustidagi shikoyatlarimiz va bu mecburi emgak to'g'riliq Amerikaga o'xshash, Yevropaga o'xshash Yaponiya parlamentining bir qonun chiqarishining zarurligi haqidagi talablarimizni qo'ydik. Uningdan boshqa Xitoyning chegara olgan bostirish siyosatlarining Yaponiyada bir ta'sirini kuchlanayotganligi, bu yerdagi Yaponiyada o'qiyotgan, xizmat qilayotgan Uyg'ur jamoatchi va ularning oilalariga bo'lgan besimning kuchlanayotganligi, buningga Yaponiya hukumatining diqqat qilish kerakligi, anından keyin bu şu ishga a'zo etkazchilik masalalarining muhim bir masala bo'lib o'tirib chiqayotganliklari o'xshaydigan mushu nuqtalarni gavdalantirib turib bu yerda o'tirib qo'ydik va yig'inimizning oxirida bu Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Furiya efendim bu tilaklarimizni, arzularimizni Yaponiya hukumati bilan o'rtoqlashadiganligini va majburiy emgak masalasini to'xtatish masalasida Yaponiya parlamentisida bir guruh tashkillab bunun ciddi hareketini başlaydiganligi haqida pozitiv bizga ma'lumot berdi. Bu bizni xo'shal qildi. Xabarda bo'lganingdek 2023 yil 10 ayning oxirisi Mishada Uyg'ur xalqaro Uyg'ur munbirini chaqirib parlamentlar yig'inini o'tkazgan. Shu vaqtda 2 kun shu parlamentda Furiya efendimning riyosatchiligida o'z sahibikaligi qilgan. Undan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati bir yerda nurg'un faoliyatlarni yapadi. Andan keyin bugun yana bu yerda bu Yaponiya parlament do'st guruhidan boshqa shaharlik parlamentlarida yana bir yig'inimiz bo'ldi. Ya'ni bu yerda bugun 2 yig'in bo'ldi. Bu yerda her qaysi shaharlarda uzun yıllardan buyon Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki reis Ahmadjon efendim ve bu yerdagi a'zolari shaharga berib Yaponiya yerlik parlament a'zolari bilan
Uyghur meselesini tanıştırış için nutuk sözleydiğin konferanslarını orunlaştırgan muşu jarayonda Xitoy hukumatining bularga qandaq besim qilganliklari haqidagi ba'zi shikoyatlarini bugün anglagan boldik. Bu haqda kelajakda qandaq bu hamkorlikni kuchlantirish, Xitoyning bu besimlari qandaq taqobil qilish masalasini nayt yaxshi bir suhbatlarimiz bo'ldi. Shunday qilib bugungi bu Yaponiya parlamentidagi uchrashishimiz, har ikki uchrashishimizda nayt umid bergichi bir havoda tugidi deb o'ylayman. Bu yig'inga Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasining raisi Furuya Efendi va 30dan ortiq parlament a'zosi va parlament a'zolarining katiblari qatnashgan. Yig'indan keyin Uyg'ur millatining vakillari Uyg'urlarni qo'llaydigan har qaysi shaharlarning yerlik parlament a'zolari bilan ayrim uchrashish olib berib va bu haqda maxsus yig'in o'rinlashtirilib, yerlik parlament a'zolari bilan fikr almashtirish olib borgan. Yaqında Germaniyaga kelib siyosiy panohlik tilgan bir Uyg'ur ayolning Xitoy qaytarilganligi haqidagi xabar Uyg'ur muhojiratini qattiq sarosimga solgan edi. Bu vaqada Germaniyada yashayotgan Muyassar Obol ismli bir Uyg'ur ayol ijtimoiy taratqularda sinliq murojaat tarqitib, opsi Rizvangul Bekirning Germaniya doiralari tarafidan Xitoy qaytarilganligini, xalqaro jamiyatning o'ziga yordam qilishini talab qilgan edi. Arqadalla ijtimoiy taratqularda bu ayolning Xitoy qaytarilgandan keyin Beijing aerodromidan Dubayga, orqadan Turkiyaga kelib olganligi haqidagi xabar tarqalgan bo'lib, bu xabar Uyg'ur muhojirati va chet el axborotlarining qiziq nuqtasiga aylangan. Bu haqda Germaniyada tarqalgan DTS axborot agentligi Germaniyada Uyg'urlar odat qo'g'dilidi mavzuliq maxsus xabarda bu haqda Germaniya Ichki ishlar ministrligi va ko'chmanlar ishlariga mas'ul ministrlar bilan ilib borgan maxsus suhbatini e'lon qilgan. Bu xabarda bayon qilinishicha, Federatsiya Ichki ishlar ministrligining bayonotchisi DTS xabar agentligining savoliga Federatsiya ko'chmanlar va panohlanguchilar idorasining ko'rsatmasida Xitoy munosabatli delolarda Uyg'urlarning odat qo'g'dilganligini, bu ayolning Germaniya Tuvanki Saksoniya shtati yerlik ko'chmanlar ishlari tarafidan Xitoy qaytarilganligini va bu Uyg'ur ayolning delosining g'ulg'uli qo'zg'alganligini, ammo 56 yoshli bu ayolning 3-noyabr kuni aeroplanda Beijingga kelgandan keyin hech qanday besimga uchramay Dubay orqali Istanbulga kelib olganligini ta'kidlab, amaliyotda bu ayol Turkiyaga ketishga buyurilgan edi. Ammo uningda Turkiya kimligini isbotlaydigan hech qanday hujjat yo'q edi. Lekin u Xitoy qaytarilgandan keyin sog'-salomat Dubay orqali Turkiyaga kelib olgan deganligini yozgan. Yaqindan buyon Xitoy chet ellardagi ba'zi Uyg'urlarning vatanni ziyorat qilish va tuqqan yo'qlash uchun yo'l ichib berishi bilan Gollandiya, Germaniya va Norvegiya qatorliq davlatlarda bir qism Uyg'urlar Xitoyning depiga usul o'ynab, millatimizning jini va issiq qonlari badaliga qo'lga kelgan da'voning natijalarini og'dirishda Xitoy hukumati uchun katalizatorlik rolini o'ynab bermoqda. Va shundaqla bu davlatlarda Uyg'urlarga ishonmaslik, siyosiy panohlik ishlari uzrab ketish va hatto rad elishdek oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Bu qatimqi Xitoy qaytarilgandan keyin yana Dubaydan Turkiyaga kelib olgan bu tirnoq ichidagi alayda talaylik ayolning voqeasimi amaliyotda xalqaro jamiyatga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlash va Sharq Turkistonda qirg'inchilik yo'q, kishilar chet elga chiqa oladi degan uchurini tarqatgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur muhojirati va muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlari yillardan beri xalqaro jamiyatga Xitoyning abdi bashirsini fosh qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan qirg'inchilik jinoyatini Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti ve Amerika başçılıqidagi 10dan ortiq davlatning Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib borgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni qo'lga keltirgan edi. Bu voqea muhojiratda Turkiyadan Yevropaga kelib, Xitoy pasporti bilan siyosiy panohlik tilayotgan, amaliyotda Turkiya fuqarosi bo'lgan Uyg'urlar uchunmi berilgan bir signal bo'lib, DTS xabar agentligi Germaniya Ichki ishlar ministrligining bu ayolning qaytarilishi haqida o'tirib qo'ygan ba'zi tafsilotlarni e'lon qilgan bo'lib, bundaq voqealarda Federatsiya ko'chmanlar va panohlanguchilar idorasi qaror chiqaradi. Hech qanday qo'g'dash haqqi berilmagan ahvolda panohlik tilguchini panohlik tilgan davlat o'zining qonunli pasporti bo'lgan tug'ilgan davlatiga qaytardi degan bo'lib, xalqaro qonun bo'yicha bir davlatdan qaytarilganlarning o'z davlatiga qaytgandan keyin cho'qim chegaradan o'tish kerakligini va chegara tekshirishidan o'tgandan keyin ondan qayta u davlatdan boshqa davlatga keta oladiganligini, ammo buningga shu davlatning chegara bexatarlikka yo'l qo'ygan ahvol bo'lganligini, mazkur ayolning Xitoy qaytarilgandan keyin yana Beijing aerodromida hech qanday qarshilikka uchramay Dubayga kelganligini
va Dubaydan Turkiyaga kelib, Istanbulda yashayotganligini qayta ta'kidlab o'tgan bo'lib, mazkur ayol Germaniyaga Xitoy pasport bilan kelib siyosiy panohlik tilgan va qaytarilgandan keyin German soqchilari tarafidan Beijingga uchgan aeroplan bexatarlik xodimlariga topshirib berilgan. Shundaqla Beijingda Xitoy tamojna xodimlariga topshirib berilgan bo'lsa-mu, bu favqulodda talaylik xonimning qizi Uyg'ur muhojiratini sarosimga selayotganda sog'-salomat Beijingdan Dubayga va Dubaydan Turkiyaga kelib olgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin bu qatimliq qaytarib o'tish Germaniyaning xalqaro qonun bo'yicha majburiyatiga xiloflik qilish, jumladan qaytarishga bo'lmaydiganlarni qo'g'lab chiqarmaslik prinsipiga xiloflik qilish bo'lib, bu prinsipga asosan xatar ostidagi shaxslarni qo'g'lab chiqarishga yo'l qo'yilmaydi. Germaniyaning Uyg'urlarni qo'g'dash haqidagi qarori bo'yicha hech qanday Uyg'urni Xitoy qaytarib o'tishga bo'lmaydi. Germaniya bu qarorga amal qilishi va bundaq og'ir xatolikning qayta takrorlanmasligiga kafolatlik qilish kerak. Germaniya hukumatı Uyg'ur panohlik tilguvchilarning qo'g'lab chiqarishini to'xtatganligini qayta ta'kidlash uchun diplomatik tadbir qo'llanishi kerak. Yevropa Ittifoqi buningga aralashib, barliq a'zo davlatlarga 1951-yildagi panohlanuvchilar ahdinomasidagi majburiyatlarni eskartish kerak deb Germaniya hukumatini Uyg'urlarni qo'g'dash haqida chiqarilgan qarorga amal qilishga chaqiriq qilgan. Qurultayning bayonotida yana o'tgan bir qancha yilda Tailand, Misr va Saudiya Arabiston qatorliq davlatlardan qo'g'lab chiqarilgan yoki majburiy holda Xitoy qaytarilgan Uyg'urlar tutib qilinish, majburiy g'oyib qilinish va qamoq jazosiga hukm qilinishga duch keldi. 2018-yili 22 yoshli bir Uyg'ur ma'muriy xatolik sababidan Germaniyadan qo'g'lab chiqarildi. Ondan keyin Germaniya hukumati diplomatik usullar bilan u kishi haqida hech qanday uchur ola olmadi. Bu o'limga elib boradigan qo'g'lab chiqarishdan keyin Germaniya Uyg'ur panohlik tilguvchilarini qaytarishni to'xtatgan edi. Bu qatam qaytarib o'tish bo'lsa, xatarlik chekinishni ko'rsatdi va bu Germaniyaning kishilik huquqi bo'lgan sadoqatidan jiddiy andish paydo qildi deganni ta'kidlagan. Uyg'ur Qarxonilar davlatining shahzodasi ulug' mutafakkur Uyg'ur olimi Mahmud Qashqarining Opaldagi qabristonligidagi xotir haykali chiqib etilib, Mahmud Qashqarining mozori qisman vayron qilib etilgan. Yaqinda Germaniyaning Düsseldorfda yashaydigan turk oilasi ayol Kozanlar Sharq Turkistonni ziyorat qilib, ziyorat jarayonini maxsus video qilib ishlab YouTube'da tarqatgan edi. Bu videolardan ma'lum bo'lishicha, ularning Qashqar ziyorati jarayonida Opal yezini ziyorat qilganligi va Qarxonilar davlatining shahzodasi ulug' mutafakkur Uyg'ur olimi Mahmud Qashqarining Opaldagi qabristonligidagi xotir haykali chiqib etilib, Mahmud Qashqarining mozorining qisman vayron qilib etilganligini dalillagan. Stansimizning telefon orqali ziyoratimizni qabul qilgan Kozanlar YouTube kanalining qurg'uvchisi Mahmud apandining bildirishicha, bu ziyorat jarayonida yana Qashqardan otishga kelib, otishning Mashhad yeziga joylashgan Qarxonilar davlatining sultoni Sulton Sutuqbug'roxon mozorini ziyorat qilmoqchi bo'lganda, otishga kirishiga yo'l qo'yilmagan va bularni Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar qatorliq shaharlardagi ziyorat jarayonida kimligi noma'lum kishilar orqasiga tushib nazorat qilgan va ularni Uyg'urlardan uzoq tutish uchun xato yo'llarga boshlab qo'ygan. Mahmud Kozan apandi Qashqar shahrida ziyorat qilish jarayonida qaboqxonaga, restoranga aylantirilgan masjidlarni ko'rib, naq maydondan suratga olish fursatiga erishgan bo'lib, yaqindan buyon Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik jinoyatini oqlash uchun elib berayotgan ta'tir tashviqotlari va nazorat sistemasi chet ellik youtuberlarning tirishchanligi bilan bir-birlab pash bo'lishga boshlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.